bor. Ekologik inqiroz jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabat muvozanatining buzilishi natijasida atrof tabiiy muhit holatining yomonlashib borishi, davlat boshqarish va huquqni muhofaza qilish organlari vujudga kelgan holatdan chiqa olmayotganliklari, ya'ni tabiiy muhit inqirozi va ijtimoiy muhit falokatiga olib keladi. Bugungi kunda qishloq hududlarida ekologiyaga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan omillardan biri sifatida xazonlarni, ya'ni daraxtlarning qurigan barglarini yoqilishini keltirishimiz mumkin. Ma'lumot uchun aytishimiz mumkinki, 1 tonna xazon, ya'ni daraxtning qurigan bargi yoqilganda havoga 9 kilogrammgacha tutun mikrozarrachalari ajraladi. Yoqayotgan xazonlarimiz asosan a'zo qatlamga yomon ta'sir qilmoqda. A'zo qatlam tuynuklarning ko'payishi, ularning